to'ylardagi dabdaba, to'ylardagi sarf xarajat, ortiqcha xarajatlar ko'payib ketdi. Bularning oqibatida o'sha to'yda bo'layotgan xursandchilik o'rniga ba'zi bir holatlarda aza ham boshimizga kelib qolyapti. Ko'p mashinani yoshlar mashinani haydab olgan, u mashina haydagandan keyin hech qanday qoidaga amal qilmaydi. Yo'lda inon izi bo'lib ketib qoladi. Yo'ldan chiqib ketib qolgan. Ba'zi bir o'rinda kelin bilan kuyovga ham jarohat yetgan, vafot etganlik va hokazo. Avval yoshlar bir o'ynasin deb indamay turibmiz. Keyingi holatimiz bizni boshimiz kelayotgan turli xil illatlar, turli xil balolar, ko'chaga chiqmay qolishlik yoki bo'lmasa qarzdor bo'lib qolishlik, hammasi mana shu o'ynasin, kulsin, bir marta hayotida bo'ladi deyamizda, xarajatiga hech kim kiprik qo'ymayapti. Ketayotgan puliga hech kimni seskantirmayapti. Ammo u sarf xarajat ma'lum bir qarzlar evazi kelayotganligini esdan chiqarib qo'yamiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qildilarki, kim tejamkor bo'lsa, qarang, tejamkorlik boshqa, xaslik boshqa. Xasis baxil bo'ladi. Tejamkor baxil bo'lmaydi. Kim tejamkor bo'lsa, qashshoqlik ko'rmaydi deganlar.